Salom do'stlar, sizlar bilan Gaming PUBG Mobile kanali. Bugun do'stlar sizlar bilan Buldropga 12 ming so'm soptirib, uni sirasi PUBGga surib uramiz do'stlar. Ashitda tekin yuksa olishlarda o'rgatib o'tib ketaman do'stlar. Demak, biz hozir birinchi Buldropdan 60 yuksa sovg'asak, maytdan bonus promokod olamiz. Buni maytga yozsak kamaytirib beradi. Bizda Ali promokodi bor. Shuni kelgisanglar 20% chegirma qo'shib beradi do'stlar. Demak, hozir bu yerga 98 pul ko'yin kerak xolos. 95 pul bo'ldi, 98 kerak. Buni to'ldirishga bosamiz do'stlar. Demak, 12445 so'm bo'lar ekan. Hozir hisob to'ldirishga bosamiz do'stlar. Bu yerdan agar kartalaringiz bo'lsa, ulangan kilik bo'lsa, shunga kilikka olib o'tadi. Ulanmagan bo'lsa, karta raqamini keyin oyini kelgisanglar, to'lasanglar bo'ladi. Mana men ulab olganman o'zimni kartamni. Shu yerdan men hozir to'layman 12 ming so'm. Qolgani qolib turaveradi. Bo'ldi, tushdi bolalar. Demak, hozir Buldropga kirib olamiz. Kilikka kirib ketib qoldi. Browser mana Buldrop va tushdimi? Qani ko'rib olamiz. 98 pul ko'yin tushibdimi? Qani yangilanyapti do'stlar. Demak, ko'ramiz. Tushgan bo'lishi kerak. Mana tushibdi do'stlar. Demak, chiqarib olishga bosamiz. Bu yerdan PUBG tanlaymiz do'stlar. Hozir bu yerga o'zingizlarni PUBGdagi akkauntlarni ID'sini kirgizasizlar do'stlar. Meniki 519 390 055 46. Demak, bu yerga do'stlar qancha UC chiqarib olishinglarni kiritasizlar. 98 yozsam 60 UC chiqarib ola olaman ekan. Demak, bu yerdan chiqarib olishga bosamiz. Ketdi UC bizni 60 UC'miz. Endi shaxsiy kabinetga o'tamiz do'stlar. Bu yerda hozir UC'miz kelgan bo'lishi kerak. Qani ko'raylikchi do'stlar. Hozir bu sanduqda turgani uchun tushmabdi. PUBG'ga o'tib olamiz do'stlar. Endi mana shu yerdan shaxsiy kabinet do'stlar. Bu yerdan UC chiqarib olishga o'tamiz do'stlar. Qani ko'ramiz. Hozir tushgan bo'lishi kerak. Demak do'stlar, hozir internet yaxshi ishlamayapti. Aloqa sifati sal pastroq, shuning uchun ming bor uzr do'stlar. Demak do'stlar, mana UC'miz ham tushibdi. Bu yerdan UC'mizni kapirvat qilamiz va Mispa do'stlar kirdi. Endi bu yerga ashi bergan kodini kiritamiz. Voy the accountga o'tamiz. Qani bu yerdan qo'l bilan ochib ko'ramiz. Demak do'stlar, hozir 1 minut do'stlar, mana shu yerdan shunday razrashet ko'rsam, хорошо, yaxshi. Endi yana bitta yangilanyapti. Va nihoyat mana bo'lyapti. Endi kod kiritishim kerakmi? Hozir chiqarib berish kerak edi. Hozircha yo'q. Ana maytga ashi bergan kodini yozamiz do'stlar. Bo'ldi, o'zimni akkauntimga tashlayman. Okey. Yuklayapti. Meni akkauntim mana bo'ldi. Tashlaymiz. Va ketdi.
Chao do'stlar, hozir esi bo'pti. Mana Quark VPN Play Marketga yozasizlar. Quark VPN deb hozir Quark VPN chiqadi. Mana ikkinchida Speed Quark VPN. Shu yerdan buni ustanovka qilasizlar, keyin ochib ichiga kirasizlar. Kirganinglardan keyin bu yerda har xil VPNlar bor, har xil davlatlar bor. Koreya, Yaponiya, Birlashgan Arab Amirliklari har xil bor. Biz bu yerdan reklama chiqyapti. Hamma yerda reklama. Biz bu yerdan Birlashgan Arab Amirliklarini tanlaymiz. Mashinadan 78 tanlab turib, do'stlar mana shu yerga bitta bosasizlar. Bosganinglardan keyin kutasizlar. Kutganinglarda shunaqa narsa chiqadi, yana reklama qo'yib yuboradi. Qo'yib yuborgandan keyin reklamadan hozir chiqish kerak. Mana chiqadi. Mana ishlayapti. Hozir VPN ishlayapti. Endi PUBG ga kirib olamiz do'stlar. Do'stlar mana PUBG ga ham kirib oldik. Sozlamalarga o'tasizlar do'stlar. Shu yerdan men almashtirib bo'lganim uchun chiqmayapti. Mayda turadi. Mana shuni bosganinglardan keyin ikkita mamlakat beradi. O'zbekiston bilan Birlashgan Arab Amirliklari. BAAA beradi. Asha BAAA bosasizlar. Bosganinglardan keyin 180 kun davomida almashtira olmaysizlar. Lekin hozir O'zbekistonda bu matchlar to'plami ochilmaydi, chunki hali O'zbekistonda mavjud emas. Bu yerga kirasizlar do'stlar. Kirgandan keyin buni UC ga 3 ta sotib oldim men. Misol hozir 6 ta sotib olishim kerak. 60 UC ham tushibdi mana. 6 tani sotib olamiz. Sotib oldim do'stlar. Endi maydan registratsiyani bossanglar do'stlar, odamlar qatoriga qo'shilasizlar. Mana shu yerdan sekin-sekin odam ko'payib 60 ta bo'lganda match bosiladi do'stlar. Keyin menda 620 ball bor do'stlar. Bu 1000 bo'lgandan keyin 1000 UC chiqarib olsak bo'ladi. 1000 ballga 1000 UC, 6000 ballga 6000 UC shunaqa qilib chiqarib olsanglar bo'ladi mana do'stlar. Har xil skilllar ham bor bu yerda do'stlar. Demak biz matchga qaytamiz. Do'stlar uzilib qoldi. Joyga yetib keldik. Hozir o'yindan chiqib ketib qoldi. U bular bo'lib shuncha UC'm ketdi do'stlar. Demak hozir yana endi boshqatdan boshlayapmiz do'stlar. Hozir UC yarmi ketdi-da do'stlar. Yomon alam qilib ketyapti-da do'stlar. Yo 60 UC yetib olmas do'stlar. Endi bu videoni davom ettira olmaganim alam qilyapti. O'yindan chiqib ketdi. U bular bo'ldi-da do'stlar. Hozir endi kelgan joydan davom ettiramiz. Bular tugadi endi. Oz qolyapti. Chiqib ketishiga hozir bonusda. Tezroq bo'lsa do'stlar. To'xtatib turaman. 1 minutga do'stlar to'xtatib turaman. Mana shu odam yig'ilguncha u yoqni masjidda bir bolalar bo'lib chiqib ketib qoldi. Kimdirlar telefon qilib shunaqa qilib 60 yo o'ldi do'stlar. Yo zo'rlangan bo'lsa shu yerga tikib turib ovoz bo'ladi do'stlar. Hozir meni yana 30 ga otganim bor, o'tiribdi do'stlar. Mana mayda 4 ta odam qolib ketgan shu 100 ga bosib turib. Ashlarning ichida meniki ham bor. Shuni hali 15 soatdan keyin chiqarib olaman. Shunda ertaga buni davomini chiqaraman do'stlar. Buni ko'proq like yozishga sizlar hissa qo'shasizlar do'stlar. Trenga chiqib qolsa do'stlar, konkurslar qilamiz. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar.